Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Ko'p qavatli uylar ko'plab aholining xavfsiz va osoyishta yashash maskani hisoblanadi. Shu bois bunday hududlarda olib boriladigan har qanday qurilish ishlari belgilangan tartib va qonun me'yorlar asosida amalga oshirilishi lozim. Samarqand shahrida o'tkazilgan nazorat tadbiri davomida ko'p qavatli uyning tom qismida o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini olib borgan fuqaro aniqlandi. Hozir shu haqida. Samarqand shahrining Sartepo massivida joylashgan ko'p qavatli uyda Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi tomonidan olib borilgan o'rganish ishlari davomida ushbu uyning mansarda qismida mulkdor tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilish ishlari amalga oshirganligi va konstruksiyalar noqonuniy ravishda buzilganligi aniqlandi. Mashina yopiq bo'lgan. Taxtalarni Onlarni kesib tashlagan. Ta'kidlash kerakki, bunday noqonuniy o'zgarishlar tom yopmasning mustahkamligiga jiddiy zarar yetkazadi. Ayniqsa, kuchli shamol yoki yog'ingarchilik paytida tomning qulab tushishi yoki shamol ta'sirida uchib ketish xavfi ortib, bu holat mazkur uyda yashovchi va atrofdagi aholi uchun katta xavf hamda moddiy zarar keltirib chiqarishi mumkin. Qor yog'ib, mana shu yerda qor bossa, tushib ketib tashlab Aniqlangan qonun buzilish holati yuzasidan mulkdorga chora ko'rildi. Ushbu holat yuzasidan mulkdorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi tegishli qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va o'z holatiga kuchaytirilgan holda qaytarish bo'yicha majburiy ko'rsatma berildi. Ushbu majburiy ko'rsatma talablari o'z muddatida bajarilmagan taqdirda majburiy tartibda bartaraf etish yuzasidan fuqarolik ishlari Samarqand shahar sudiga da'vo arzachi kiritiladi. Joylarda nazorat tadbirlari davom etmoqda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.